Hürmetli köten şemlikçimizin devamına dikkat kılın. Biz baştan ahir dikkat kılıp kilovatkan meselesi mesela Cungu'nun iktisat meselesi. Dikkat kılıp kilovatımız lekin bir neticesi kömedik. Neticesi mi çıraylık ahirlişini ümit kılımız. Bugün sizler Venezuela degen bu 30 milyon nüfusluk devletin ahvalını görüvatız. Hazır Venezuela'da devlet iqtisadi cihati barliq iqtisad kasatlashib ketganligi uchun nima hal qildi? Devletni harbiy idora qilish bilan boshqaryapti. Shundaqli Venezuela xalqi, yoshlar, ayollar, bolalar axlatdan yemak tirib kelib yeyapti. Iqtisod kasatlashsa bir davlat mana mush holga qoladi ekan, biz Jungoning shu holga kelishini xohlamaymiz. Chunki biz ayni vaqtda takrorlaymizki, Jungoda yuz bergan 3 yillik açarçılıktan başımızda ötkazgan adamlar. Agar shundaq ish yuz beradigan bo'lsa, Jungoga bu da nayt zor afat keladi. Shunga biz Jungo Kompartiyasining biz garchi dushman deb qarasimi, Jungo Kompartiyasining dal shundaq vaqtda aqlni tepib davlatni to'g'ri bir yo'lga boshlashini umid qilamiz. Herkes qattiqlik qilib o'zining maydonida ching turib, siyosiy islohot olib berishga qarshi turib yoki iqtisoddagi ba'zi o'tganlarni qo'yib o'tmay, ama shundaq ching turaveradigan bo'lsa, o vaqt oqibat bugungi Venezuelaning oqibati bo'lib qoldigan bo'lsa, Venezuela bu davlatning nüfusi 30 milyon. Shuninglar bilasizlarki, Jungoning nüfusi 1 milyard 300 milyon. Bu vaqtda eğer intayin zor vaqa bo'ldi. Shunga biz Jungo hukumatiga, Jungo hukumati bizni dushman deb qarasimi, 60-yillardagi 20-asrning 60-yillardagi ocharchilikni nazarda tutib, siyosatda mayli iqtisodda bo'lsin, mayli siyosatda bo'lsin, yo'l qo'yishni, kengchilik qilishni, fuqarolar kengchilik qilishni, tezlik bilan islohot davriga kirishini umid qilamiz. Hozir endi boshqa gaplarni qo'yib turaylik, ta keyin to'xtalamiz. Bu to'g'rida xalqaro pul muomala tashkiloti IMF xalqaro pul muomala tashkiloti Jungo uchun 2 qatim ogohlantirish chiqadi. Endi torbatlarning onun bunun gaplarni yaptı, yolg'on gaplar deb qaraldigan bo'lsa, lekin xalqaro pul muomala jamiyatining 2 qatim ogohlantirish chiqarishi bu odatlik ish emas. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministrligi Jacob Levmo bir qancha qatim ogohlantirish berdi. Jungo iqtisodini, pulni, dollarni yanchib qachilab bu davlatga to'kib bermay, Jungoning o'zining iqtisodiga ko'ngil bilishinglarni Jungo Kompartiyasi biz umid qilamiz. Bugun xabar krizis yuz berganda Jungoda nima ish yuz berdi? Nemishqa yana bir qatam krizisdan qutulib qoldi. Mavzuliq xabar 6-oyning 20-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. 2016-yılı 1-ci ayda Jungo iqtisodining qattiq o'ltirib qolishidan ansirash butun dunyoni qaplagan edi. Butun dunyoni qaplagandi. Keyinlar xalq pulining qimmati tushdi. Butun dunyo pulni qisqartish havisi qapladi. Lekin bu ishlarning hech qaysi yuz bermadi. Aksicha, agishli Jungoning paychak bozori avatlashdi. Undaqda nima uchun Jungoda xatar tuyuqsiz g'oyib bo'ldi? Jungoda nima ish yuz berdi? Bu krizis yana qaytib kelamdi yo'q? Bugungi savol mana shuning markazida ekan hozirgi Jungoning iqtisodiy ahvolida. Pul muomala gazeti 6-oyning 20-kuni xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Jungoda xatarning tuvallab ketishi Jungoga munosibatsiz. Xatarning kelishiga xatarning tuvallab ketishi Jungoga munosibatsiz. Balki Amerika zapas pul komitetiga munosibat. Demek Jungo'ni o'tgan yil 6-oyda yuz bergan dahshatli paychak krizisidan oxirgi hisobda qutuldirib qolgan davlat yana Amerika bo'ldi. 2-oyda Jungo paychak bozori cheklab qo'yish yuz berganda butun dunyo paychak bozorida baho tushib ketdi. Shuning bilan Amerika taraf darhol texmo mo'tadil usul qo'llandi. Ba'zilar bundaq hisobladi. 2-oyda 20 davlat boshliqlari yig'ini dollarning o'simini kechikib o'stirishni qo'lga keltirdi. Shuning bilan Yaponiya Markaziy bankisi va Yevropa Ittifoq bankisi pulini pahallashtirish siyosatini to'xtatdi. Lekin tuyuqsiz yetib kelgan pul qimmati tushishga duch keldi Jungo. Bu vaziyat butun dunyo pul muomala muhiti dollarning kuchi ojizlab ketishdan osiltib, pul muomala bozorini vaqtliq muqimlashtirdi.
Bu xil xalqaro pul muomala munosabatlaridagi yaxshilanishni va davomlashtirilmaslik yaxshi bo'lgan bir tarafi Amerika Federatsiyalik bozorni oshkorlash komiteti chet davlat iqtisodiy ahvolining Amerikaning ichki siyosiy ta'sir ko'rsatganligini tonib yetganligidan bo'ldi deb xulosa chiqarishdi. Yaqında xalqaro pul muomala tashkiloti ogohlantirib, nurg'unlagan davlat egiligidagi shirkatlarning qarz masalasini Jungoda tezlikda hal qilishni talab qildi. O'tgan bir necha yil ichida Jungoda krizisning xatari eshib ketdi. Krizis yana qayta yetilish ichida turibdi. Bu krizisni yo'qota oladigan har qanday alomat Jungoda texi ko'rilmadi. Dünya Gazeti'nin 6. ayının 18. günüdeki baş makalesiga asaslanganda, o'tgan yili 6. aydan buyon hozirgi 6. aygacha paychak bozorida ziyon tortgan kishilarning ziyini dollar hisobida 1 trillion 500 milliard 200 million bo'ldi. Ziyon tortgan kishining soni 27 million 600 kişi oldu. 3 trilyon 700 milyar 2016 yılı Jungoda en xatarlik partlatıcı Pilta mavzuluk makalının aptörü Huang Xing, efendi 6. ayının 19. gün Jungoga nazar torbetidi. Mundaq ko'rsat. 3 trilyon 700 milyar yuan vaqt to'shqan pul. Bankadan qarz elib banka qaytirish kerak bo'lgan pul. Demek 3 trilyondan artıq pulni hozir qaytirish kerak bo'lgan vaqt tosh dedi. Vaqt toshmagan yani qancha trilyon. Hatta chet elde tarqatilgan zayımni o'z ichiga oladilar dedi. Jungoda 2016 yili en xatarlik pilta, yoki oldimizdagi 6 oy ichida en xatarlik pilta, tutashtiruvchi o't yoquvchi pilta bo'lib qoldi deydi. Bugunlardan yana bir xabar degan yetib keldiki, bugun sizlar ko'ryapsizlar. Angliyada Yevropadan chiqib ketish referendumi 23 kuni boshlanadi. Referendum 23 kuni tashlanadi, bilet tashlanadi. Lekin hozirgi masala Angliyaning Yevropadan chiqib ketish masalasi emas deydi. Wall Street gazetining yozgan bir parcha maqolasida bu masala boshqa bir masalaning oldida oddiy masala deydi. Yevropa ittifoqi Markaziy bankisi yav yücü. Hazır tevrep, linşip, gumran buluştan göreve kilip kaldı deydi. En xatarlik payt hazır Avrupa İttifakı için Angliyanın Avrupa İttifakı'dan çıkıp getiş emas. Wall Street gazetinin şu yazgan makalesiga asaslanganda en ağır mesele bugün Avrupa İttifakı Merkezi Bankası yav yücü. Hazır gumran buluş, linşip kaliş. Linşip kaldı, gumran buluş. Gövre'ye gelip kaldı dedi. Dünya iktisadını Xudo o'zi saqlasin. Jungoning iqtisodiy vayronchiligi Xudo o'zi saqlasin. Boshda aytgandek Jungo Kompartiyasi jiddiy paytda aql tepib, hem iqtisod sohasida, hem siyosat sohasida hammani bo'shashtirib, yo'l tepib, yo'lga chiqib olish kerak payti keldimi qanday? Bu bizning shaxsiy fikrimiz. Jungo Kompartiyasining ne maslahatchilari va biz kim deysizlarni hisoblaganda, lekin agar to'rbetirda gaplar shunday qilib bo'lgan bo'lsa, bu partiya ichidagi ya partiya sirtidagi xatar emas. Bu butun mamlakat miqyosi bo'ylab yetib kelayotgan krizis bo'lib qoldi.